Amir avtosavdoda kecha qo'yilgan Jiguli mashinamizga ulgurolmay qolgan akalarimiz uchun 011 mashinasi kelib qoldi. Akalar ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yili 76-yil, polniy asvishit bo'lgan. Mana shu oldida o'zina qiladigan ishlari bor ekan, qildirib olsani zo'r holatga keladi. To'rtta yangi charm bo'lib qo'yilgan, bo'lgan holatlarimiz zo'r holat turibdi. Shumkalar qilingan, salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham yaxshi holat turibdi. Mashinaga yaxshi audio sistema qilingan. Subwoofer, usliter, kolonkalargacha ham qo'yib qo'yishdi akalar, ko'rishingiz mumkin. Mana xullas mashina minishga tayyor. Temir gaz ballonli qo'yilgan, GP ruxsatnomalarigacha ham bu. Kuzov holatlari yaxshi holat turibdi, yomon emas. O'zing uchun yana bir qator qaratib olsangiz zo'r holatga keladi. Motor, korobka, ходовой, zadnos qismlarida ham hech qanaqa muammo yo'q. Yangi texpasportda sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Akamiz bilan narxini sizlar mazza qilib minishingiz uchun oxirgi narxi undan kam yo'q ekan. $8 baholaydi. $8 minishga tayyor 76-yil 011 mashinasi. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin akalar.